Assalomu alaykum hammaga, charchamayapsizlar. Agar sizlar yangi bo'lsanglar, gruppamizga, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi ochganmiz, obuna bilan shug'ullanamiz. Harakat qilamiz boshqa narsalar ham qo'yib borishga. Nima qiziqtirsa, nima yangilik ko'rgiling kelsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'sha narsalarni obzorni qilishga harakat qilamiz. Hozircha obuna qo'yib turamiz. Keyinchalik Xudo xolasa o'sha nimalarni inobatga olgan holda o'shalarning obzorni qilib berishga harakat qilamiz. Bizda dastlabki xizmatimiz mavjud. Hamma joyga chiqarib beramiz. O'zbekiston bo'yicha qo'shni respublikalarga ham chiqaramiz. Dastlabkilarimiz Qo'qon bozoridan chiqib ketadi. Hammaga rahmat. Yaxshi tomosha qilib olinglar, oxirigacha ko'ringlar. Обязательно obuna bo'lib, podpishka qilib qo'yinglar. Bugungi obzorlarimiz zimniy hozirgi paytga kiyishga bo'ladi. Ko'rsizlar, damashli gezerlar bor. Bular bilsalaring, Turetskiy kelardi. Mana o'zimizda ham birga bir o'xshatib qo'yishyapti mana. Brand Flora, lekin o'sha gezerdan olingan Turetskiy kopiya. Endi masalan 100% o'shanga o'xshaydi deyilmaydi-yu, lekin bir yaqin, juda yaqin ishlangan. Kiysalar ham o'sha anaqasini beradi. Xudo xolasa. Narxlarimiz yaxshi. Narxlar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda har xil razmerdagilar bor. Mana ko'rib turibsizlar, mana kichkinagina erinka qizchalarimizga ham bor, mana erinkacha. Mayda-mayda razmerchalar ham bor. Narxlari gruppamizda bo'ladi. Men gruppaga nomer qoldiraman, o'shandan o'tib turib yozsalaring. O'sha yerda gaplashamiz. Qanaqa nima, dastlabki bo'yicha qanaqa ma'lumotlar berib o'taman. Bu ham Xitoy mana. Bu yerda hozir aralash Xitoy bor, kopiya ishlar bor, keyin shu O'zbekiston ishlar bor. Bular razmeri 36 dan 40 gacha bo'ladi. 5 talik bo'ladi. Hamma razmer bittadan chiqadi. Mana shu modellar zo'r sotilingan. Zo'r sotgan mashina, zamishlari bor, mana ko'ringlar. Xo'p, qaranglar, men yerdan tanishtirib o'tay. Mana shular 25 ming so'mdan 1-2 pachkaga. 25 ming so'mdan. Mana shu uchosini o'zi 5 ming so'm qimmat. 1-2 pachka olganga ko'proq olsalar ham bemalol narxlardan oz tushib beramiz. Chiroyli qilib, hamyonbop qilib beramiz, arzonroq qilib. Mana shular narxi shunaqa bo'lyapti. Tepadagilarimiz 40 ming so'mdan. Mana unisi 33 ming. Bular 40 ming so'mdan. Hammasi mana shular. Mana shu ko'rib turganlar 40 mingdan. Keyin mana u 55 ming so'mdan. Mana shu 4 xil svet chiqadi. Ko'ringlar, chiroyli narsa. 4 xil chiqadi. Hop, keyin detskilar. Mana bular ham bir-biridan chiroyli. Hamma nimalari zo'r, xudo xolasa. Mana u ham Xitoy. Mana shu Xitoy, bu ham Xitoy. Mana ular O'zbekiston. Mana qarang, farqlar bo'lmaydi Xitoy bilan. Xitoy bilan O'zbekistonda farqlar bo'lmaydi, ko'ringlar. Mana u ham O'zbekiston ko'rsalang, Xitoy deb o'ylaysizlar. Narxlarimiz zo'r, xudo xolasa, yozib men tashlab qo'yaman kanalga. Nomer qoldiraman, sizlar o'tib yozinglar, Telegramdan tashlab beraman qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa. Agar lokatsiya, manzil qiziq bo'lsa, o'sha Telegram gruppada bo'ladi. Telegramga o'tsanglar, o'sha yerda lokatsiya qilib qo'yaman, o'sha yerga kelib, qarasang kelib oladiganlar, kelib olasizlar. Dastlabki qilib berish kerak bo'lsa, dastlabki ham qilib beraveramiz. Buni ham 24, 29, 30, 35, 36, 40 ligi bor. Zo'r modellarimiz bor, xudo xolasa. Mana ko'ringlar. Kichkina maydasidan tortib kattasigacha bor. Maza qilib sotasizlar. Mana ham Xitoy. Bu O'zbekiston ekan, bu hozir Xitoyda o'ylabman. O'zbekiston ekan bu. To'naqa makisimalar ham deb qoladi, qo'lim yetmaydi hozir mana. Assortimentimiz juda ham ko'p. Battan ham bu bir qismi bu. Bundan ham ko'p o'z assortimentimiz. Shuni o'tsalaring Telegramdan men sizlarga tashlab beraman. Obzorimiz Qo'qon bozoridan chiqyapti. Dastlabki ham Qo'qon bozoridan ketadi. Dastlabki hamma joyga bor. O'zbekistonda hamma joyga bor. Qo'shni respublika, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma joyga bor. Qo'shni respublikalarga uzoq bir haftada boradi. Ko'pincha 3-4 kunda boradi. Straxovka bilan aytamiz, shu bir haftalarda olasizlar xudosi qo'lingga. Dastlabki yo'l kira narxlari juda qimmat bo'lmaydi. O'sha sentga hisoblaganda 50-60 sent atrofida chiqadi. O'rtoqlar, mana qaranglar, bizda dastlabki kunlari mana shunaqa chiqib ketadi. Mana qaranglar, chiroyliligini bir-biridan chiroyli. Mana 44 ming so'mdan 2 pachka bundan ketdi. Mana 65 mingdan chiqib ketdi. Mana 3 pachka qolgani tugadi mana. Tez-tez gruppaga o'tsanglar, zo'r narsalar, skidka aksiyalar bo'ladi. Yozib aloqaga chiqinglar, mana qaranglar. Mana shu ham tugadi mana. 57 ming so'mdan berdi. Xitoy ish bu, ham mexli bu mana.
Mexli klientimiz xudo xolasa mazza qilib sotishadi buni. Kam bir 100 ming atrofida sotishadi buni, xudo xolasa. Bundan ketdi 40 ming so'mdan. Bu ham ochmabman, o'zi ko'rinib turibdi-yu. Tapchika bu. Sezonga qarab chiqaradi mana. Masalan, mana shu tapchikalar ichidan mexi yo'q bo'lsa, 1-2 hafta, 1-2 oydan keyin mexli bo'lib chiqadi. Shunaqa. Bundan ketdi. Bu ham 40 ming so'm, ikkalasi 40 ming so'mdan. Mana bu ham mana tugadi. Buni endi yo'l-yo'li bor. Kimga kerak bo'lsa 1-2 pachka bor, tezda ko'rishlar bilan o'tib yozinglar Telegramdan, chiqarib beraveramiz. Buni 50 ming so'mdan qilib berdik. Bu 100 ming atrofi chiqqan boshida, 100 ming atrofida, 105 ming shunaqalar sotilgan. Mana Turetskiy mana. Bundan ham tugadi. Buni malochni, mana ichidaqa malochni svetliga qoldi. Buni 69 ming so'mdan berdik. Bir pachka qolgan edi, qorasidan tugadi bu ham. Mana bunaqa modellar, mana O'zbekiston ishlari, bular ham 70-80 ming sotilgan boshida. 55 ming so'mdan qilib berdik. Mana buni ham ko'ringlar, bu yangilik, lekin bu ham narxi arzon nisbatan oldingi chiqqan narxiga. Biz 75 ming so'mdan bir pachka qilib berdik bundan ham. Bu ham tugadi, qolmadi buni ham. Sira Telegramdan o'tsalar yaxshi bo'ladi. O'sha yerda ichmas obuna bo'lib qo'ysalaring, o'sha yerdan kuzatib boraverasizlar. Nima yangilik, nima narsa bo'lsa o'sha yerga sira tushadi. Nimadir aksiyaga tushib qolsa, nimadir arzon chiqib qolsa, sira o'sha yerga qo'yamiz. Hisoblagan bo'lsa, shuni yopib boraverasizlar.